Konseptual loyiha eskizni boshlash, bino shakli joylashuvi va asosiy funksional yechimlarni ishlab chiqish. Avtoga dasturiga kiramiz, biza mana bu joyda to'xtagandik. Ya'ni masshtablashtirib, uni joylab qo'ygandik. Mana shimolga qarab turgan holat. Buni chapdan o'ngga belgilaymiz. Bunda belgilanadi. Copy degan knopka bor. Bir marta shunga bosib, bu yoq o'ng tarafga bitta kopiya qilamiz. Escape bossak, komanda yakunlanadi. Endi buni mana bu taraf shimol bo'lsa, shimolga bitta belgi qo'yib qo'yamiz. Line ni olib, bunda chiziqcha chizdik, ya'ni strelka chizdik. Buni kopiya qilib qo'ydik. Probelni bosdik. Ya'ni probel mana bu komanda. Xo'p, buni endi burishimiz kerak. Belgilaymiz. Gruppa holiga keltiramiz. G deb yozsak grup chiqadi. Bitta bosdik. Bu endi hammasi bitta gruppa holatiga keldi. Endi mana buni fasadini, mana bu binoni, zdaniyani tekis tarafini biz tekislab olishimiz kerak. Polyline chizamiz, bitta tekis. Mana bitta bizda tekis, mana bu chiziq bor. Shuni masalan mana bu yoqqa olib kelib qo'yishimiz mumkin. Yokida boshqa usuli ham bor. Buni move komandasini olamiz, mana bu nuqtasini ushlaymiz, mana bu chiziqqa olib kelamiz. Buni chapdan o'ngga belgilaymiz. Rotate ni bir marta bosamiz, mana bu nuqtani tanlaymiz. Bu burishni boshlayotganda reference bir marta bosamiz. Buni belgilab turib, mana buni belgilab turib, mana bu chiziqqa to'g'rilaymiz. Shimol bu yoqda, fasad mana bunga tekislandi. Endi biza bunga qanaqa joylashimiz mumkin, imkoniyati qanaqa? Boya ko'rgandik, 7 ta xona joylasak 4 metrdan bunaqasi tushyapti. O'shani demak amaliyotda sinab ko'ramiz. Rec probel. Hozir mana bu komandani shaffofligini ko'tarib qo'ydik. Bu solid turavergani yaxshi. 90 bunisini ham sozlamalarga o'zgartirish kerakmiz. Mana yaxshiroq ko'rinish uchun. Xo'p, chizamiz endi. Rectangle olamiz. Hop, 4 metr dedik-a, boya 4000 tab 4000. Hozir bu noto'g'ri chizdim, men klaviatura bekitib qo'ydim. Polyline olamiz. Bitta nuqta chizdik. Bu yoqqa 4000. Bu yoqqa 4000. Mana bu nuqtaga olib kelib bunda ushlasak, mana 4 ga 4 xona. Bu shunchaki devor hisoblamaganda ichki tarafini o'zi 1 2 3 4 5 6 7. Endi o'rtada koridor bor desak, mana bu nuqtaga olib kelamiz, pastga tortamiz. Masalan 6000. O'rtada qanaqa joy qoldi? Tak, o'lchab ko'ramiz. 2 metr. Buni yana bu yoqqa tortsak, mana buni ushlab 600 tortaylik. Hozircha toza ichki tarafini hisoblaymiz. Mashtligiga joylasa bo'lyapti. Endi qo'shimcha xona devor qalinligidan keyin koeffitsiyentlar qo'shilgandan keyin o'zgaradi. Demak, mashtga fasadni joylasak, bu yoq tarafga baribir chiqadi devorlar bo'lgandan keyin. Umumiy funksional sxemani chizib olsak bo'ladi. Buning uchun bizda umumiy masshtab tushundik, proporsiyani tushundik. Umumiy mana bu necha metrga joylashimiz mumkin. Endi shuni chiqarib olishimiz kerak. Ham devorlarni hisoblamaganda necha metr biz koridor tipida joylashimiz mumkin. Buni chiqarish uchun biz mana bitta liniya tashlab olamiz, mana bu fasadidan. Endi fasadiga unchalik taqolmasligimiz mumkin. A probel, T probel. Buni belgilaymiz. Offsetni oldik. Mana bitta through bitta bosdik. Bitta chiziq tanladik. Bu bunda tortib ketadi.
bu yoqqa chopga otdi. Xo'p, maksimal mana masjidgacha masofani o'lchaymiz, necha metr ekan? Tak, 43 metr chiqyapti. Bizda hop 43 metr bo'lsa, dastlabki holatda mana bu yerda oynalar bo'lishi mumkin. Buni ozgina tortamiz. Mana bu taqalgan joydan o'rtadan yurish uchun masofa qoldirishimiz kerak. Shuni hisobidan buni tortaylik, bir 6 metr qoldiraylik bu yoqdan. Shuni necha? 37,5 qoldi. Tak. Buni butunlay olamiz. O'slan hisoblaymiz. Tak. 37,5 bo'lsa, mana bu butun son qilsak, biza o'slarni tashlaganda masalan 6 metr shunaqa 36 masalan qo'ysak to'g'riroq bo'ladi, ya'ni juft son bo'ladi. Mana shuni 36,5 qilishimiz kerak demak. Mana buni 36,5 qilib olamiz unda. Mana shuni yaxlitlaymizda umumiy go'sht chiziqqa moslash uchun yo'kida 36,5 qilsak ham 5 ozgina noto'g'ri tushib qolishi mumkin. Shuning uchun tak 6 qilsak, 36,6 qilsak bu normal chiqishi mumkin. Xo'p, dastlabki demak chizmani qilamiz. Mana bu yerdan bitta liniya tashladik. O probel ketdi bu yoq tarafga 36,600. O probel T probel 36,600. Mana bu yergacha kelyapti. Tak. Mana bu asosiy shakli. Endi bunaqasiga boya ko'rdik, o'lchamini necha qilishimiz mumkin. Umumiy o'z chiziqlardan kelib chiqib, tak, buni funksionalkasini qilamiz. Ya'ni boya aytdik, funksional zonalashtirgandan keyin buni aniq qilsak bo'ladi. Bunaqasiga o'lchami. Bu yog'iga 4 metr beruvdik, bu yog'iga 4 metr. Lekin buni kengaytirish kerak bo'ladi ozgina. Chunki devor hisobidan bu 4 metrga 4 metr 16 chiqsa xonalar, lekin biz aslida ichki devorlarni boshqasini hisoblaganda boshqacharoq chiqadi. Shuning uchun endi eskiz qilib olamiz. Asosiy proporsiyani tushundik. Mana bu hududdan mana bu yergacha chizilsa, ya'ni bino qurilsa, fasad qismiga qanaqa joylashish tushundik. Endi eskiz qo'lda chizishni davom ettiramiz. Ya'ni dastlabki chizmalarni shakllantirishni boshlaymiz. Tak, mana bizda mana bu Netfilify funksionalka app degan o'zim uchun moslaganman bu narsani. Boshqalar uchun ham manfaatli bo'ladigan maqsadda tayyorlaganman. Ya'ni bunda qanaqa bo'ladi? Biz to'rga to'g'ri boya xona kiritdik. Shifokorlar xonasi. Xos. Birinchi mana bu yerdan rangini to'g'rilaylik. Bu yerda qop-qorada turadi odatda. Buni ozgina yashil rangga o'zgartiraylik. Shifokorlar xonasi 4 metrga 4 metr berdik. Добавить комната mana. Bu masshtabda 4 metrga 4 metr bu maydonga tushdi mana bu chegaraga. Markazga mana yaqinroq turibdi. Mana shu holatda bo'lsa normal bo'ladi. Endi yana bitta shablon namunasi рабочий stolda mana qoldirganman. Mana bu deyarli aniq mana bu 4 metr bo'lsa, har bitta katta 1 metr ifodali. 1 2 3 4 bu yoqga 1 2 3 4. Ozgina tortsak bu yoqga 4 metrga 4 metr. Deyarli aniq holatda tushyapti. Buni endi boyagi eskizni davom ettirishda ishlatsak bo'ladi. Yana bu xonadan kiritishimiz mumkin. 7 ta kiritgandik. Ikkinchisini kiritdik mana bu yerga. Buni bu yoqqa olib kelgan bo'ladi sentrga. Yana shu 4 metrga 4 metr. Endi men yozuv masalan kerak bo'lmasligi mumkin.
1 deb qo'ysak, 1, 2 deb ketsak ham bo'ladi o'zi. Chunki shifokorlar xonasini bilamsiz-ku. 2 ta, ya'ni unda bosib tashursak, sazdat qilaveradi. Buni keyin mana buni ustiga tushgan bo'ladi. Keyin taxlab chiqamiz mana. Bu tezroq funksionalka qilishga yordam beradi. Masalan, shifokorlar xonasi bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proporsiyani his qilib, keyin bu yoqda bemalol erkin chizishimizga ham yordam beradi. Bu yoq tarafda ham. O'rtada 2, 2 va 6 qoldirsak mana, bu yoqqa ham taxlab chiqsak bo'ladi. Tak, demak, shu hududda shu asosiy funksionalkasini ishlayapmiz. Ya'ni buni keyin xonalarni birlashtirib boshqacha tarkibda ishlash ham mumkin. Bu holatda keldi. Asosiy shifokorlar xonasi boshqa, demak, ro'yxatni biz chiqarib olsak ham bo'ladi. Wordda ishlagan ro'yxatimizni. Ro'yxat tuzish haqida gaplashgandik. Bu yerdagi xonalarning tarkibini chiqarib, o'lchamiga qarab bizni necha metr kvadrat bor. Shu metr kvadratiga mosini ham joylash mumkin. Lekin men hozir shunchaki eskiz, ya'ni klauzura, sketchni chizaman. Ya'ni buni mana bu yerda ko'rdik. Boyagi o'lcham bo'yicha 36,6 deb belgiladik. Taxminan demak, men buni hozir qora liniyaga o'zgartirsam yaxshiroq ko'rinadi. Xo'p, shunchaki proporsiyada chizishni boshlayman. Ya'ni 36,6 desak, mana bu hududda bizada asosiy eskizni boshlaymiz mana. Bu endi tashqi devor chegarasi. Hali bu yoq razmerini bilmaymiz, lekin koridorli qilishni reja qildik. Koridorli qilishda bizni avvalo fasad mana bu yoq tarafdan qaragan. Ya'ni bu yoq tarafdan fasad. Kirishni bu yoq tarafdan berish kerak. Odatda bizda kirish qismida pandus qilsak, mana bu yerdan joy qoldirilishi kerak. Agar bu yoqdan kirish qilmoqchi bo'lsak, bu yoqdan kirish qilsak ham joy qoldirish kerak. Hozir menda bitta reja bor, ya'ni buni funksional hududlarga ajratish, asosiy zonalarga. Demak, qanaqa zonalarga ajratish mumkin? Bu yoqda demak, pandus uchun joy qoldirilsa, odatda burchaklarda zinalar bo'ladi. Zina zonasi. Keyin bu yoqda sanuzel zonasi. Sanuzel masalan ikkita berilishi mumkin, erkaklar ayollarga. Buni qarama-qarshi qilib qo'ysak ham bo'ladi. Koridor oxirida yoki bittasini texnik xona qilish mumkin. Texnik xona. Bittasi sanuzel. Xo'p. Keyin bizda mana bitta pandus bo'lsa, bu yoqdan kirish bo'ladi. Bu yoqda kirish, katta bitta eshik bilan mana bitta pandus, yonida zina bo'lishi mumkin. Bu yoqdan kirish. Hop, bizda markazda koridor bo'ladi baribir, chunki koridor tipida loyihalashni ko'ryapmiz. Bu yoqda ko'rganimizdek shifokorlar xonasi bo'lishi mumkin. Muolaja xonasi bo'lishi mumkin. Odatda yana birinchi qavatlarda diagnostikaga UZI yokida qanaqadir EKG shunaqa xonalar bo'lishi mumkin. Men o'zimizda poliklinikada borgan joylarimni tasavvur qilgan holatda hozir funksionalka qilyapman. Sizlar ham o'zingizlarga ro'yxat bo'yicha mana bitta xonalarni chiqarib olib, aynan men bu xonani joylayman, shunaqa razmerda deb mana bunaqa xonalar bo'yicha snip bo'yicha qilishinglar mumkin. Men hozir ko'p vaqt ketmasligiga tezroq eskiz chiqarishni loyihani davom ettirish tushuntirmoqchiman. Demak, bu yoqda UZI qilaylik. Mana shu tarafda laboratoriya blok qilamiz, yaxshi. Birinchi qavatda qon topshirishlar alohida bo'ladi. Mana shu o'rtadan bitta o'rtada eshik qo'ysak, ya'ni faqat xodimlar o'tishi uchun. Bu yoqda poliklinika bo'lsa, bu yoqdan zina tepaga chiqiladi. Birinchi qavatda aynan mana bu qismida laboratoriya qismi qilamiz. Mana bu yoqda laboratoriya blok. EKG bo'lishi mumkin, qon topshirish, shunaqa laboratoriya blokka. UZI bo'lishi mumkin.
Buni bu yoqqa qo'yib, chunki bu yoqdan ham kirish qilishimiz kerak. Agar laboratoriyaga alohida odatda kirish bo'ladi. Bu yerda ham pandus qilsak qilamiz. Yukida zina bo'lsa, faqat bitta zina beramiz. Hop, mana bu hududda laboratoriya blok qilamiz. O'zingizlar qaysidir poliklinikani tasavvur qilib, yoki o'rgangan planlarni tasavvur qilib, eskiz qilsanglar bo'ladi. Keyin bu yoqda endi shifokorlarni yokida qanaqadir tez tibbiy yordam xonalari bo'lishi mumkin. Qanaqadir jarohat olgan, yuqori qavatga chiqa olmaydiganlar bo'lsa, aytgancha liftdan qo'yish kerak. Chunki qanaqadir og'ir jarohat olganlar yoki qariyalar bo'lishi mumkin, yosh bolalar uni kolyaskada olib chiqishga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun bitta lift blokini ham qo'yish kerak. Lift zinani to'g'risida bo'lsa, odatda qulayroq bo'ladi. Xo'p, bu yoqdan kirish qildik. Endi bizda boyagi avtokadga qaytadigan bo'lsak, tak, bu yoqda mana bitta bolnitsaning hududi bor. O'zi bolnitsa bilan bog'lab olsak ham bo'ladi. Kirish hududi mana bitta zina borga o'xshaydi. Buni hududda borib o'rganganimizdan keyin oynalari qaysi tarafga ochilgan, ularni ham inobatga olish yoki xodimlar kirish uchun bu yoq tarafdan ham kirish tashkillashtirsa bo'ladi. Yana qaytamiz. Tak. Bu yoqdan ham bitta kirish eshigi qilamiz. Yana nima qo'yish mumkin? Xo'p, mana bitta shifokorlar xonasi. Endi buni masshtabga tushirganda, bular shifokorlar xonasi bo'lib ketadi. Tak, bu yoqda texnik qanaqadir tozalash anaqalari bo'lishi mumkin. Keyin dezinfeksiya xonalari, avtoklav deyiladi, ya'ni sanitar xona hisoblanadi. Mana bu qanaqadir muolajada ishlatilgan apparatlarni to'g'irlash uchun ham birinchi qavatda qilgan yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi bizda birinchi qavatga nima qolib ketadi? Ro'yxatni ochib ko'rishimiz mumkin. Qon tahlili xonasi, diagnostika. Tak. Server, arxiv, rentgen xonasi. Rentgen xonasi ham birinchi qavatda bo'lgani yaxshi. Rentgen bo'yicha alohida talablar bor. Rentgen xonasi bularga yaqin bo'lmasligi kerak, alohida bo'lishi kerak. Masalan, bizning poliklinikada borgan joyimda o'rganganim tashqariroqga chiqarilgan birinchi qavat sifatida. Bizda hududda o'rganamiz, qaysi tarafda joy bor. Mana bu tarafda daraxtlar bor. Shu zonada agar buni bu yoqqa sursak, mana shu hududda chiqarsak bo'ladi yoki bu tarafda laboratoriya yoniga chiqarsak bo'ladi. Tak, buni laboratoriyani o'zi bu yoq tarafga olib, poliklinikani bu yoqqa olsak ham bo'ladi. Shunda mana bu yoq tarafdagi anaqa rentgen bu yoqqa tushishi mumkin. Mayli, bu yoq tarafda ishlayveramiz, hozircha daraxtni inobatga olmasdan keyin buni zerkalni ishlab olsak ham bo'ladi. Chunki biz mana bundan kirish qilib, bolnitsadan chiqqan odam yoki birinchi poliklinikadan chiqib bolnitsaga o'tish imkoniyati bo'ladi. Laboratoriya o'ng tarafda bo'lsa, masalan, quyosh tushishi alohida bu yoqda stoyanka qilinsa, laboratoriyaga alohida odamlar kelsa, masalan, doimiy davolanishga, ko'yiklarga boshqacha kelishi mumkin. Hozircha birinchi ideya bo'yicha ketib turamiz, qanaqadir o'zgarish bo'lsa, keyin davom ettiramiz. Xo'p, demak, davom etamiz. Bizda bu yoqda o'rtada joy ochuvdik. Mana shu yerda kutish hududlari bo'lishi mumkin. Mana bundan kirish bo'lgandan keyin mana bitta kutish hududlari bo'lishi mumkin. Ro'yxatxona mana bunga joylab qo'yish mumkin, ro'yxatxona xonasini. Asosiy hududda. Hop. Bu yoqdan bo'ldik. Bu yoqdan ham bitta eshik ochamiz. Keyin bu yoqda rentgen xonani qo'ymoqchi edik. Bu yoqda chiqqanda mana bunga masalan texnik xona, avtoklav bo'lsa, mana bunga bitta rentgen xona chiqarsak, koridor, mana bitta kutish hududi bo'lsa, mana bunaqa shaklga kelyapti hozircha. Bu yoqdan o'rtada koridor. Buni harakatlanib ko'rishimiz mumkin. Tasavvur qilamiz. Birinchi hammasi tasavvurdan boshlanadi. Ya'ni bu yoqda rentgen xonada nimalar bo'ladi? Rentgenga tushganlar bo'lsa, boshqaruv xonasi bo'ladi alohida. Buni bu yoqda mana bitta boshqaruv xonasini qilish mumkin, bu yoqda rentgen xonasini. O'sha mana bitta faoliyat yuritadi. Xo'p, bu eski dastlabki. Endi harakatlanib ko'rishimiz mumkin bizda. Ochroq yoki qanaqadir boshqacharoq rangni olib, karandashni olib, birinchi keldi.
bemor mana bitta ro'yxatxonaga kiradi. Buni ro'yxatxonadan o'tib shifokorlar qabuliga kirishi mumkin. Yokida tez tibbiy yordamga kelgan inson bo'lsa, bu yoqdan xirurgiya yokida travmatologiya bo'lsa, mana bu yerda joylashishi mumkin. Laboratoriya endi yokida ikkinchi qavatga bu yoqdan keldi. Bu yoqda zina bor, zinadan chiqiladi yokida mana bu yerda lift bor. Kelgan odam sirasi mana bu yoqda mana bu yerga kelgandan keyin shu ko'radi. Lift yoki zina. Liftga chiqib bemor bo'lsa, shu chiqib ketishi mumkin. Agarda faqatgina rentgenga kelgan bo'lsa, ro'yxatxonadan o'tib, to'g'ri mana bu rentgen xonasiga o'tishi mumkin. Endi laboratoriyaga kelgan odam masalan, bundoq kiradi, bu yoqda qon topshirish bo'lishi mumkin. Bu yerda ham qanaqadir ro'yxatxona qilib qo'yish mumkin. O'sha registratura. Yo bu yoqda sanuzel qilgan bo'lsa, qanaqadir bitta stol qo'yib qo'yib, kirgan odam ro'yxatga olib turishi mumkin. Tak, keyin bu yoqda qon topshirishi mumkin inson yokida UZIga kirishi mumkin, navbat kutishi mumkin, koridorda joy tayyorlashi mumkin. Endi buni pasiya hisoblaganiga qarab, koridor kengligiga qarab bitta yoki ikkita stullar qo'yilsa, shu nechta qator bo'lsa, keyin joylanadi. Bu yoqda texnik xonalar bo'lishi mumkin. Xo'p, asosiy konsepsiyani men chiqardik. Buni endi obrobotka qilib, o'z tuziqligiga kiritib, avtokadda davom ettirsak bo'ladi. Ikkinchi qavatlarda nimalar bo'lishi mumkin? Ikkinchi qavatlarga biz joylashimiz mumkin bo'lgan narsalar qanaqadir yetmay qolgan xonalar bo'lishi mumkin. Masalan, pediatr xonasi, bolalarni blok alohida bir rasm ko'rdik-ku. Mana bu yerda biz rasm ko'rdik. Mana bu bloklar. Bolalar, ikkinchi qavatda bolalarni nerpatologi, stomatologi, doktorlari alohida. Shu qavatlarga bo'lib tashalgan. Demak, buni asosiy eskizni chiqardik. Endi buni saqlanib qo'ysak bo'ladi. O'zimizga qulay tartibda boyiga. Buni chizdik. Nimalar qoldi? Bu yoqdan kirish tak, asosiy xonalar shifokorlar xonasi, mana bu endi shifokorlar xonasi. Biz 7 ta beruvdik, endi bu yoqda laboratoriya, ozgina fikrimiz o'zgardi. Endi buni to'g'irlab, o'lchamlarga kiritib ketamiz. Buni saqlab olish uchun mishkan o'ng tarafi сохранить как и рабочий stolga saqlab olish mumkin. Eskizda. Eskiz 01. Сохранить. PNG holatda mana bizda saqlandi. Buni qo'lda ruchnoy chizsanglar ham bo'ladi, ya'ni. Buni faqat shu platformada qilish kerak degan emas. Sizlarga mana bu fayl o'zingiz uchun ham yasab olsanglar bo'ladi. Masshtabda, ya'ni 1/100 masshtab deganda bitta katada, demak, mana bitta kata bu 1 metr ifodalaydi. Yo, ikkita kata o'zi 1 metr ifodalaydi. 1/200 masshtabda hozir agar chizadigan boya chizganini ko'rsatdim, 1/200 masshtab. Ya'ni bu bitta kata bilamizki, o'zimiz hayotdagi daftarlarda bu bitta kata 0,5 santimetr, ikkita kata 1 santimetr. Mana shunaqa kata daftarda ishlaganda ham biz eskiz qilganda umumiy sxemani chizib olganimizda qanaqa xonalar bo'lishi, funksionalkasi qanaqa bloklar bo'ladi, masalan, laboratoriya bloki. Bizdagi shu xonalarning tarkibini mana shu proporsiya asosida ham xonalarni aniq bilsak, shu o'lchamni shu asosida ham ishlab ketsak bo'ladi. Mana bu programmani ishlatagan programmamning nomi bu Lightshot. Bu ham screenshot qilish orqali mana bunaqa ranglar berib ishlasanglar bo'ladi. Mana bu o'zingizlar kata kalka qog'ozga o'xshab ishlab olsanglar, funksionalka qilib, xonalarni помещениеga bo'lib, funksionalkasini ishlab olsanglar bo'ladi. Buni ham saqlanib qilib tashlab olish imkoniyati bor rабочий stolga masalan. Bu ham bitta variant. Deb shunaqa shablon asosida, demak, boy ko'rganimiz mana shu veb-saytga kirib, bunda karandash bor, mana bu umumiy o'chirib tashlash mumkin. Plastikka olib men bilan o'chirish mumkin. Umumiy очистить qilsa, boshidan chizib to'g'irlash mumkin. Bizni chizayotganda xalaqit qilish mumkin. Masalan, qalamda chizayotganimizda nisbatan mana bu oldinga chiqib ketib qoladi. Masalan, yashil rang. Buni prozrachnisini ozgina tushirib qo'yib, keyin chizishni boshlasak, ko'rinadigan darajada bo'ldi mana. Aniqroq ko'rinadi. Funksionalka qilib, chizib, mana shundan ham eskiz sifatida foydalanish mumkin.
kompyuterda ishlayman deganlar uchun. Qog'ozda ishlasa ham bu yaxshiroq bo'lishi mumkin kimning uchundir. Qog'ozda ham ishlash. Buni chiziq turlari bor. Qalinroq chiziq qilib ham ishlash mumkin. Elektronniy vidga olib kelib, men shu narsani shu talabalik paytlaridagi ish jarayonida ham o'zim kerak bo'lgani uchun buni platforma sifatida shakllantirganman. Demak, shunaqa qilib istalgancha o'zingizga eskiz chizib, qanaqadir fasadlarni ham даже ishlab davom ettirishingiz mumkin. Men hozircha bizada asosiy eskizni boshlab oldik. Endi AutoCADda buni o'z chiziqlariga qo'yib davom ettirsak bo'ladi.